O'zbekona ruhda qurilgan uylar baribir boshqachada. Ushbu Dang'ara tumanidagi hovlimiz ham aynan shunday uylardan. Like bosib videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya etaman. Uy 2 qismdan iborat. Birinchi qismi 2 qavatli, ikkinchisi esa 1 qavatli. Umumiy hisobda 8 ta xona, 3 ta sanuzel mavjud. Binoyimizning birinchi qismi remont holati yaxshi. Oshxonasi juda ham qulay joylashgan. Ugaloglari ham bor va undan keyingi xonalarda esa bolalar yotoqxonasi va oilaviy xona joylashgan. Ikkinchi qavat esa korobka holatida. U yerni ham ehtiyojingizga qarab remont qilib olaverasiz. Ya'ni o'zingiz xohlagancha zamonaviy yoki milliy uslubda bezatib olish imkoniga egasiz. Bino silikat va pishig'ichdan aralashtirib qurilgan. Isitish tizimi uchun esa Vayland отопление qo'yilgan. Hovlining darvozaxonasi keng. 2 ta, 3 ta mashina bemalol sig'adi. Uzum toklari va o'nlab mevali, manzarali daraxtlar hovlining fayzini ochib turibdi. Shuningdek, sigir, qo'y, tovuq boqishga ham alohida sharoit ham bor ekan. Mahalla tinch, tupik ko'cha bo'lgani uchun mashina qatnovi kam. Bolalar xavfsiz o'ynashadi. Shu bilan birga katta yo'lga, maktabga, bog'chaga, bozorchalarga ham yaqin. Hamma qulayliklari bor. Kommunikatsiyalari, ya'ni gaz, svet, suv hammasi bor. Narxiga esa $87,000 baholashyapti. Yana kelishtirib berishar ekan. Shu faizli xonadonimiz manzili Dang'ara tumanida, Chamanzor ko'chasi, Mastona bozor yonida joylashgan. Egalarining raqami ekraningizda, bemalol kelishib ketaverasiz. Videoni yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Balki kimdir shunday hovlida o'zining yangi hayotini boshlashni orzu qilayotgandir.